Assalomu alaykum Agrotexnika kanali obunachilari. Akalar, sizlar uchun mini traktorlarimizni eng oxirgi, eng yangi modellarini olib kelib qo'ydik. Videoga akalar bitta like bosib qo'yasizlar, men sizlarga qisqacha obzor qilib berishni boshladim. Birinchi navbatda akalar dizaynlari a'lo darajada, o'zlaringizdan bitta baho berasizlar akalar. Mini traktorimizning nomi akalar Vema Z01A, ya'ni eng oxirgi model akalar. Bu mini traktorimiz akalar 13 ot kuchli, skoroslariga ahamiyat berasizlar akalar. Nea 5 qilib ishlab chiqarishibdi. Motorlari 195 original motor qo'yilgan, salarka motor bo'ladi. Korobkalari 1050. Bu mini traktorimiz akalar burilish radiusi 1.9 debdi. Bu bekorga emas, ko'rishlaringiz mumkin akalar. Burganlaringda ham oldi, ham orqa tomon buriladi. Juda ham zo'r gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bundan tashqari akalar mini traktorimiz old qismida faralar qo'yilgan. Statorlari original katta statorlar qo'yilgan akalar, ko'rishlaringiz mumkin. Mini traktorimizning balonlari old balon 400 ga 8, orqa balon 500 ga 12 bo'ladi. Ruchnoylar qo'yilgan akalar. Bundan tashqari akalar sizlar uchun yangilik, bu mini traktorimizni orqa tomondan boshqarsalaring bo'ladi, ya'ni gazni orqa tomonga ham o'tkazib qo'yishgan, ya'ni shu yer orqali bemalol boshqarib haydab ketaverasizlar. Sidinalarning yon qismida akalar bunisi qishloq xo'jaligini ulab uzib qo'yadi. Bu mini traktorimiz akalar sotuvga komplekt holda qo'yilgan, ya'ni komplektida temir balonlari hamda 5 qatordan bo'linadigan 10 qator frezalari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin akalar, bemalol. Akalar, sizlar uchun optim narxlarda bu mini traktorimizni sotuvga chiqardik. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Bundan tashqari akalar satelitli yoki salarka motor motovloy so'ragan akalarimizga 5 ot kuchidan 18 ot kuchigacha bo'lgan motovloylarimiz ham sotuvga chiqdi. Mini traktorlarimizni 4-5 xil variantlarini olib kelganmiz akalar. Zuburlarimiz ham nalichida bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Malnoz shahar Kombinat bozorida. Telefon nomerlarimizni yozib qoldirdik. Biz sizlarni kutib qolamiz.